ko'rmaysizlarmi? Oshxonanglar yonyapti-yu, qo'shni. Ha, serial tugasin, keyin chiqib o'chiramiz. Xonadonida o'g'irlik qildingmi? So'yib tashlash kerak shuni. Uying kuysin haroma. Isqat, iflos. Bo'ldi. Bu kino-ku jinnimisizlar? Men shunchaki Hasan onang. Rostdan yoqimsizda lekin. Oyjon, ishoningli naski bor ekan, ovriymi? Ko'ylakli material oldim. Rangi g'alati-yu buni. Ishonchi material ekanda. Ishoningli desa, lubboy narsani ovuradimi? Siz nima oldingiz ishoningli? Ishoningli nosxalta oldim, zo'r ekan. Kelin qarang, bolali bo'lgan qo'shnimiz. Voy, tabriklayman. Ismini nima qo'ydinglar? Ishani. Ha, zo'r ism. O'g'il bolaga. Ranvinjon, o'g'lim xudo asrasin. Dadamni ham buncha duo qilmasdingiz, bu. Ketdik, o'g'irlaymiz, ketamiz. To'xta. Qiziljoy serialini ko'rib keting. Ranvir urdi, o'ldi Ranvir. Ramirjonni urgan uy kuysin. Bo'ldi, yig'lavermanglar. Kino bu. Yig'laganinglar bilan bular uylarga ikkitani olib kirmaydi. Ramirjon Trevosin Of, yana reklamami? Ishani Rahimova tavsiya qiladi. Iskandar Buildings'ning mezbon loyihasining 5-blokidagi xonadonlar sotuviga start berildi. Endilikda siz mana bunday va mana bunday planirovkadagi va yana 5 xil planirovkadagi xonadonlarni boshlang'ich 25% to'lab xarid qilishingiz mumkin. Qolgan qismini 36 oyga bo'lib to'lash imkoningiz bor. Loyiha Yunusobod 16-kvartal ro'parasida joylashgan. Qurilish hozir 11-qavatgacha yetgan. Reklamani ham qiziq bo'lsa bo'lar-ku. Voy, svechini ham uy kuysin. Bugun iflos odam dejur bo'lganmi deyman-da. Ha, yakshanba kuni qaytib beradi-ku. Qo'shninikida svet bormi? Nega xafa bo'laman? Divizokchini ham uy kuysin. Yuzgacha sanaylik balki yonib qolar. Endi ikkalamiz ham indeys bo'ldik. Keling, yuring, mahalladagi xotinlar oldiga chiqamiz. Bor o'tdi. Ishoningni kecha qismini g'iybat qilamiz-da. Bo'ldi, hozirchimi? O'sha paytlarda armiyada tanka haydaganimda Shu gapni baxtliroq aytmisizlar, svet yonar ekan. Bu boshqa qo'shiq-ku. O'zidan kulgan bu ko'zidan, o'zidan erkaligidan. Demang, erimayman man. Kadar jinni sifat. Demang, erkak qizmanman. Yana o'zidan kulgan bu ko'zidan, o'zidan yo'q, o'z qarashadigan